ikkita 16 Pro arzoniga qarang do'stlar. 55 ming rubl. Proson ekranda mana bunaqa sarapinlar bor mana. Kim ko'rib turgan bo'lsa agar anti-shpionskdan qo'ysang bilinmaydi. 128 GB 91 yonkisda. Mana ideal bronja almashmagan, hamma joy zavodskiy o'ziniki. Ko'ryapsizlar, 16 Pro 128 GB 55 ming rublga bir dona. Yana bitta do'stlar, bu 16 Pro 256 GB 100 yonkisda. Mana 155 ming zatga qo'yilgan 100 yonkisda. Endi qaranglar. 256 GB bu. Mana LLA 256 GB ideal holatda, chotki holatda. Bu 256 GB. Bu do'stlar 65 ming. 55 ming, 65 ming. Bu lekin mana bu titani ideal holatda. Buni o'zining korobkasi ham bor, zavodskiy korobkasi. Bunda o'zining korobkasi yo'q. Korobka kerak bo'lsa qilib beramiz do'stlar. Вот, 2 dona наличие uspet qilingan, zakaz qilingan Rossiyaning любой точкasiga tasdiqlangan. Undan tashqari ko'rib turibsizlar, любой model telefonlarimiz va anaqa soatlar ham do'stlar yangi kelgan podarkaga ko'rib turibsizlar. Bemalol zakaz qilsa, va undan tashqari do'stlar 15 Pro Max, 16 Pro Max, 13, 14 любой model bor. Yangi iPhone'larimiz ham kelgan mana. Yangi do'stlar 17 Pro, 17 Pro Max, 25 Ultra, 26 Ultralarimiz ham bor. Bemalol keladi do'stlar, Rossiyaning любой точкasiga tasdiq qilib beramiz. Sog' bo'ling, kimda kim kelmoqchi bo'lsa agar, puli do'stlar faqat наличка magazinga olib kelingizlar. Hammaga rahmat.